Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarningki ahvoli yaxshimi? Hammanglarga salomatlik, xotirjamlik tilayman. Mening ismim To'g'liq Hamish, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda ota-onam uchun yolg'iz kishi namoyish qilyapman, qarindoshlar. Bugun mana Shvetsiya parlamentining oldida klimat o'zgarishiga, undan keyin boshqa bir kishilik huquq, boshqa bir masalalar bo'yicha yaxshi namoyish qilibdi, odamlar to'plashibdi. Shuningga ma'lum tinchlik namoyish qilishga mening shu shuarni endi to'lsang mayli, to'lmasang yaxshiroq dedi. Men bu endi tinch shaklda turib, mushu yerdagi omma qanday qilayotgan bo'lsa, shularni hurmat qilgan asosda men bu turib mishada bir kishi nimamni qilay dedim. Qarindoshlar, mandaq gap. Bizningki hozirgi biz shu dunyo o'zgarishiningki ichiga kirib ketyapmiz qarindoshlar. Biz shu dunyo o'zgarishiningki ma'lum bir nuqtalarga kelib qolay deb qoldik qarindoshlar, ozda qoldik. Bizningki faqat qo'limizdagi eng oxirgi ishonchimiz mana shu hozirgi shu dunyoningki o'zgarishida bo'tir qarindoshlar. Endi biz yana nacharlik qilib, yana xoinlik qilib, yana Xitoylarningki taraflarini elib, Xitoy demokratlar bilan bo'lib qolsak yaxshi bo'lib qolarmi yoki Shi Jinping yaxshi bo'lib qolarmi deb niyatimiz yomon qilsak, bizgimi bo'ladi. O'zinglarningki farzandlaringlar bor, boshqa qarindoshlaringlar bor, chet elda assimilyatsiya ketadi. Shuningga qarindoshlar, bir kuni Rayla Davudga, yana bir kuni Yalqin Ro'za akimizga, yana bir kuni boshqalarga shu 1 yilda 2 yillik ani azod qilayli, mana erkinlik chiqarayli deb qarindoshlar 10 yil vaqtni o'tkazsak, vatanninki mustaqilligi qo'limizdan ketib qoldi qarindoshlar. Cho'ng shuar to'limidi qarindoshlar. Niyatni go'zal qilib boqayli. Men bu bilaman, balkim yo vatan azod bo'lsa uydagilarim chiqadi, yo 18 yil yotadi, yo bugun yoki ertaninki ish emas. Ammo men bu izchillikni davomlashtirib, Xudodan umid kutgan asosda men bu mishaga qarindoshlar, shu narsalarni ko'tarib, shu narsalarni akab, o'rinlashtirib, yomg'ir demay oson emas qarindoshlar. Undan keyin Xitoy paraz xoinlarga ochiq maydonimni ifodalab, mushular bilan tirkishib turib, mushu ishlarni qilib ketishmi oson emas qarindoshlar. Nurg'un tayoq to'qmoq, tosh, nurg'un nahaqchilik, nurg'un tuhmatlarga uchraydigan gap qarindoshlar. Shuningga o'shkanlimizni ichib o'taylik qarindoshlar. Ota-onamizni qutuldirg'ash, vatanimizdagilarni qutuldiraylik qarindoshlar. Xoinlarningki tarafini olmayli. Qarab yiqinglar qarindoshlar, Uyg'ur qonunlarimizni bosirib indigenous people qilyapti. Yu Jingxing, Fushi o'xshash cho'shqalarning kayindan, chiplaslarning kayindan mengib, bizni nima ko'ylarga gap qo'ydi qarindoshlar. Vatanimizda irqiy qirg'inchilik yuz beradi. Unda qilmayli qarindoshlar. Sizlar bu yang chiqib bilan va yoki boshqalar chiqib bilan ota-onanglar, boshqa qarindoshlaringlarningki tuqqanlari bog'u, ashlar xitoylashib ketsin, maylimi qarindoshlar. Ashlarning o'zisidan biz chiqa olamiz shu dunyoda yoki u dunyoda, ikki dunyo. Andan keyin qarindoshlar, mushundaq ishlar bo'lib ketyapsimi, ya'ni ko'zimizni yumbilib turyapmiz qarindoshlar. Unda qilmayli. Ota-onamizga ega chiqayli, qarindoshlarimizga ega chiqayli, vatandagilarga ega chiqayli qarindoshlar. Bularni tashlab etmayli. Yo'qilang yog'an da'vochilarning kaynidan mangmayli qarindoshlar. Ota-onamizni qutqizayli qarindoshlar. Xalqimizni qutqizayli. Shunday gap qarindoshlar. Undan keyin qarindoshlar, agar mushu da'vo, mushu chechanlar qilayotgan bo'lsa, mushuncha ichimizda xoin munofiqlar bo'lgan bo'lsa, chechanlarning ichidan qahramonlar chiqib, mushundaq iflos rahbarlarni cho'shqamgan, cho'shqining kuchkidek rahbarlarni bir taraf qo'yatdi qarindoshlar. Biz Xitoyning 70 yillik emas, 300 yillik mushu qaysi Xitoy bo'lsin, shularnikida zulmga ko'nib qolibdi qarindoshlar. Qulib ketibdi. Mushundaq chiqib bir ikki yig'iz gapni biz qandaq Uyg'ur xalqi, bizning ota-bobolarimiz qandaq odamlarni, biz qandaq bo'lib qoldik qarindoshlar. Bir ikki vaqt tomoqni deb, bir ikki vaqt so'rinni deb, voy meni qurultaychilarningki oqib ketami, ko'pib ketami yoki u andaq ketami, andaq ketami deb mushundaq xumsilashgan jamiyat paydo bo'lib ketdi qarindoshlar. Bularga qarshi turishimiz kerak. Ota-onamizning hurlik uchun, vatandagilarningki mustaqillik uchun qarindoshlar.
Jinimizni tikib qo'yishimiz kerak. Qarindoshlar, unda qilmayli. Ashundaq gaplar qarindoshlar. Endi bular o'zimizning qonunlarni bosib olib, bizni indigenous people qo'yib, qandaq yana Uyg'ur davosini qiladi. Bu ND'ninki tiginingmi nega tutishadigan nayt aniq yozdi. Olan ma'lumot so'zildi qarindoshlar. Mana o'zinglar ko'ryapsizlar. Yana shulardan pul olib, yana sho'ylar yog'an sotlarni ichib, yog'an guvohchilarninki ba'zilarininki Xitoylardan o'yinlarni o'ynatib qarindoshlar. Unda qilmayli. Irqiy qirg'inchilikni Mike Pompeo apandim Amerika hukumati deb bo'ldi-ku. Ya'ni qancha qitam irqiy qirg'inchilik uchun sotachimiz, bu qilamiz deb lavozlashgan qarindoshlar. Ba'zi bir yerdagi muhim davlatlardagi ba'zi bir da'volarimiz Tatayning kuchkininki qo'liga qolgan bular qarindoshlar. Bir kuni boshqacha qavaydi, yana bir kuni boshqacha qavaydi. Bizga kichikram yana basim boshqarammaymiz deb. Voy bu iflaslar qarindoshlar. Biz cho'qim maydonimizni aniq qilishimiz kerak. Voy atadigining bir pay o'q, yo'qmi chiqadigining sotma kila qarshimga oldimga. Anangni deyishni bilish kerak qarindoshlar. Bir Tatayning kuchkining qilib yotgan qiliqlar qarab yiqinglar, nima bo'lib ketbarda Amerikaning ichida shunchalik uyg'onishlar bo'lasimi? Bir odamni tashkillab, uningki nima maqsadi borligini o'zinglar ko'rdinglar qarindoshlar. Bir hukumatninki yoki bir yerga kirib bizga vatan kerak, mustaqillik kerak deb talanmasa qarindoshlar. Ashunda to'g'rilarda bir kuni bo'yanchi so'zlab yursa palapa tashlachi. Dinni iste'mol qilib o'zini yuksak palladagi bir xil dinchida qilib turib, ashtaq yozmalarni yozib xalqni qaymoqtirib yursa. Kallanglarni ichinglar qarindoshlar. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-oyning 20-kun tug'ilgan, opam Saodat Bovdon bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21-kun tug'ilib, bular 2017-yili 1-oyning 27-kuni Bo'zdagi turmaga ochib ketilib, 2 yil tarbiyalashdi bo'lgan. Uningdagi opam dadamni 2018ning o'ttirlari nima yaptım shaklda sot ichib kesib o'tgan 5 yillik. Uningdagi sotninki shu azob qolgan deb, ya'ni azob o'tmayla opam dadamni 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Qarindoshlar, mana ahvol shunday. Meningki bu yerdagi shu sotda ota-onamniki kesilib ketishining sababi bo'lsa, birinchidan mushundaq Shvetsiyaga kelib panohlik tilagan, siyosiy ishlarga aralashgan deyilgan ikkinchisi ota-onasi Turkiyaga chiqib bolasidan ko'rashgan o'bo deb arzimagan bana sabablar bilan qarindoshlar, mana yosh, kichik, cho'ng, qari, to'ng, pishiq, ziyoli, mana kader yoki dinchi demay turib hammasini o'xshash bir tayoqda qirg'in qilyotdi. Mana qaysi kunmi Amerikadagi bir qiz qarindishimizni chiqarib qo'ydim. 2021-yili 6-oyning 7-kuni dadasini akirib ketdi qarindoshlar. Bu to'xtatqani yo'q, buni to'xtatmaydi qarindoshlar. Hammamiz mishalarda bir kundan oyinlab parlament binosining oldida jidal qilishimiz kerak deb qarindoshlar. Bo'ldi qarindoshlar, men mayadimi odamlar turibdi tinch shaklda namoyishimni qilaveray. Sizlarmi o'zinglarning ishini qilaveringlar qarindoshlar. Qolgan gap so'zlar bo'lsa, yana deyishimiz, qilishimiz bo'lsa, bo'pti qarindoshlar. Asli bir yaxshi bir sho'rlarni to'lab, meyarkilarni bir o'zimga jalb qilay degandim, ammo bular tinchlik shaklda qilib yetibdi. Bularni to'lamagandan keyin mishta bo'ladigan gapga ruxsat bergan kuni bo'ladigan gap, ruxsat bermagan kuni shuncha jim o'tirgan gap endi. Lekin Shvetsiya hukumatiga, Shvets xalqiga, barliq qarin mushadiki nimalarga rahmat aytaman qarindoshlar. Mana shu yasatgan yerda yasatganning xo'jayini mendan musha oldikayni bo'lib 2500 kronga bo'ladi. 2500 yevroga 250 yevroga bo'ladi. Ommadi qarindoshlar. Ammo bir stakan issiq kofe qo'yib berib, ya'ni meningdan nima ahvolligini so'radi qarindoshlar. Mana bilib qoldi. Shu yerdagi 3-4 odam nima qildi qarindoshlar? Gap biz chatalliklarningki oq ko'ngilligi hissiyotini qanchalik darajada o'ynab o'zimizning ishini qanchalik darajada hal qilamiz, mushlarni qanchalik darajada ta'sirlantiramiz. Mushlarning ichidagi partiyaning ichidagi Xitoyparast partiyaninki qarshidagi Xitoyni yaxshi ko'rmaydigan partiyalarni do'st tutib, o'zimizning ishini yalurgan asosda emas, dushmanni do'st tutib turib ishimizni hal qilishimiz kerak qarindoshlar. O'yg'onaylik qarindoshlar. Bizga men Xitoy hukumatiga shuni deymanki, Xitoy hukumati mening ota-onamni shartsiz qo'yib yetishi kerak. Mening ota-onam beguna.
Onunki vatanimizga irqiy qirg'inchilikni to'xtatib, kudu-ko'pani yurishtirib, vatanimizdan yo'qol. Bo'pti, qarindoshlarim, sizlarga rahmat. Shamol yomon chiqib o'tdi bu shamol.